Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve muhterem, şundaqla süyümlük, Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Allah'ın güzel salamları hammanlarga olsun. Bizni yana bir qatim muloqot qilgan Allohga hamdlar olsun. Aldı bilen bu ekrandan kursantlarımızga alahide salam. Tapşırıqlar meni hoş kıldı. Ülgülük tapşırıqlar olsun, başkaları olsun. Buludu. Farq faqat tafsililik uşaq detallarga dikkat qilishda. Hammalar diqqatdan qaçırıp qo'ygan nayt muhim bir nuqta bor ekan. Hech qaysinglarning tapshiriqida bu ko'rinmabdi. Hammalar nazardan saqit qilibsizlar. Belgilik shaxslar yeniga quloq urillashtirishda xuddi o'zi yaratib qolgan, o'zi tanlagan vaziyat yaratildiganligi, bevosita tonishtirilmaydiganligi masalasi. Buni İnsanlardan çıkarıp koyağa akşaysızlar. Ya ki diqqatanlığını tatmaptı. Bu bek muhim. Endi bugünkü temamızga kelimiz istihbaratning prinsiplari ve türleri. İstihbaratning asas prinsiplari başta deydiğimiz istihbarat muayyen prinsip asasida elip berilse muvaffaqiyatli oladu. Bunun birincisi tezlik prinsipi. Yani sürat. Yani vakit meselesi bu. Her qanday istihbaratning vaqt talabi bo'ladi. Yani istihbarat vaqt bilan zich bog'lanishli bo'lib, ba'zilari bek qisqa vaqt ichida qimmat bo'ladi, ba'zilari bir az uzun vaqt kuchga ega bo'lishi mumkin. Shunlashqa istihbaratni yetkizish vaqtiga sal qaralmaslik kerak. Bu qo'mondan yoki qaror olg'uchi liderning qo'lini kuchlantirish, to'g'ri qaror chiqarishiga yordamda bo'lishga keraklik bo'lganligi uchun qarordan burun yetib berish kerak. Ya'ni uning qimmati vaqt bilan chambarchas bog'langan. İkincisi keskinlik prinsipi. İstihbarat havarayi ma'lumotidek ba'zi muloyizachilarimiz bor. Katta. Havarayi ma'lumotiga o'xshab muloyiza qiladigan. Ba'zida bulutliq bo'ladi, ba'zida uchiq bo'ladi. Ya zaten hava degan ba'zida uchiq bo'ladi, ba'zida bulutliq bo'ladi. Bunun üçüncü bir türü yok. Bunu qandaqmi xulosa degan bo'ladi buni. Şunun o'xshash miki olmaslik kerak. %100 keskin bulanmagan ahvollarda büyük ihtimal bilan deyilishi yoki mümkünlük persenti aniq yazilishi kerak. Yani 60%'dan artıq buluş ihtimali var. 70, 80, 90 bu persent aniq yazilishi kerak. %100 deb jazm qilinmagan ahvolda. Üçüncüsü aniqlik prinsipi. İstihbaratning maqsadi faqatla aniq tushungaga bo'ladigan bo'lishlar emas. Xato tushunilmasligini shart qiladi. Shunga qisqa bo'lsa-mu, aniq bo'lishga sal qarashga bo'lmaydi. Normalda jasuslar tarafidan qo'lga keltirilgan istihbaratlar uzun bir daftar bo'lishi mumkin emas. Ba'zida o mikrofilm bo'lib bek kichik, ba'zida bir kichkina bir qog'oz bo'lishi mumkin. U yerga ko'z bilan
Kögül olmaydigan uşaq qılıp yazıldıgan gap. O işek qağazni kötürüp meniş birisiga apırıp tapşırış yoki bir yerga yoshirib qo'yishmi epsiz. Onun için bu nayt kichik bo'ladi. Bek ixcham bo'ladi. Bu deganlik uning dalligiga, to'g'riligiga, aniqligiga daxli yetkizsa mayli deganlik emas. Şuna uningda ani janobi ne demaydigan gap. Bilisizlar, Konulning bir salom xat uslubi var. Ani janobi izzatli, hurmatli, ko'rishgini arzu bo'lgan, mungdashgini mungluq bo'lgan, unisi bu bo'lgan, avsima bo'lgan deb bir yerim varaq keraksiz narsalarni yozgandan keyin maqsad hikoyasak deydigan. Ani janobi. Bu ani janobilari bo'lmaslik kerak. Ay non tegadigan yeri bo'lish kerak, lekin bu uning aniqsizligiga sebep bo'lmasligi lozim. Dördüncüsü to'g'rilik prinsipi. Agar istixbarat to'g'ri bo'lmasa, hech qanday qimmati bo'lmaydiganligini hammaylar mo'lcharlay olamiz. To'g'rilikning ikki yuzi mavjud. Biri xohishchan sezgurligi, yana biri pichimining dalligi. Xohishchan degan alqi bizning hissiyotimizga ko'ra bir tarafga egib ketish. Xohishchanlik. Bizning ko'nglimizga, bizning ko'z qarashimiz, maydonimizga ko'ra ash taraf besib ketadigan bir sezgurlik var. Buna dikkat qilish lazım. Beşincisi dellik prinsipi. Del bo'lish lazım. Kereksiz sözdüvisi, süpetleş, ta'riflashlardan neri turish, uchurning del o'zi yo'llanish shart. Dellik qisqalik deb tushunilmaslik kerak. Chunki ba'zi ma'lumotlar uzunroq bo'lishi mumkin. Altıncı maqsadga uyg'unlik prinsipi. Nishon qilingan to'plarga uyg'unmi? Nemishga o'qilish kerak? İstixbarat qaysi qo'llanuvchilar tarafidan o'qiladi? Qatorliq savollarni so'rab turib, shuningga javob bo'ladigan shaklda hozirlansa foydali bo'ladi. Yettincisi evrishimlik prinsipi. Bu prinsip tashkilot ichidagilarga qaratilgan. Ya'ni ma'lumotni topshirib olgandan keyin muloyiza qiladiganlarga qaratilgan. Evrishimlik to'xtalayotgan nuqtani tez sur'atda almashtira oladigan. Mevcut ishni qilayotganda yangi masalalarni izohlash uchun qo'lda bor imkon va qobiliyatlarni ishga solish moyirligidir. Biz ma'lumotni topshirib oldik. Muloyiza qilyapmiz. Boshqa manbalar bilan selishtirib, onun to'g'riligini jazmlashtirish ishlamlarini qilayotgan vaqtida yangi bir ma'lumot keldi. Ve bunu 50% yoki 40% veya 60% ta'sirga uchratdi oldingi ma'lumotni. Chunki vaziyatlar o'zgarib turdi. Buni hammanglar bilasizlar. Yengisi konisining jiq yerlarini keraksiz qildi. Ta'sirga uchratdi. Bundaq ahvollarda elqi qetib qolgan kalla bilan bir katanga kirib qolgan arvaning chaqiga o'xsha aş izdan chiqolmay qolsak xatoga ketamiz. Shunga yangi ahvollarga tez sur'atda moslashish uchun nima bo'lish kerak? Evrishimlik prinsipi kerak. Yangi ahvollarga tez sur'atda almashtira oladigan
mevcut ishni qilayotganda yangi masalalarni izohlash uchun qo'lda bor imkon va qobiliyatni ishga solishga mohir bo'lmoq lozim. İstihbarat teşkilatı usulları, toplanğan ma'lumotlar, mahsulotlar ve bazı a'zolari almashtirilgan operatsiya vaziyatida ehtiyojlarga eng muhim bo'lganlarga va fursatlarga moslasha oladigan bo'lish uchun yetarlik darajada avrishim bo'lishi. Qattiq ketib qolgan emas. İgiluvchan avrishimni bilisizlar. Mahir bo'lish kerak. Bu yerda a'zolari almashtirilgan operatsiya vaziyatida dedik-ku. Sahada operatsiya elib berilayotgan bo'lsa, ba'zida odamlar almashtirilishi mumkin. Operatsiyaga qatnashayotgan odamlar xuddi futbol maydonida 11 odam bir komandaga. Ba'zida bizning futqarilib ketsa, bu komandaning zapas a'zosidan birisi almishdigo. Xuddi shunga o'xshash istihbarat operatsiyalaridami operatsiyada ketayotgan vaziyatda a'zolari almashtirilishi mumkin. Almashqa yangi a'zolar tufaylidan yangi masala tug'ilishi mumkin. Yangi to'sqinliklar chiqishi mumkin. Oldingi odamga qaraganda keyingi almashtirilgani o kadar mahir emas bo'lishi mumkin. Bu ahvollarga ko'ra avrishim bo'lanmaganda istihbaratchi bu operatsiyada muvaffaqiyatli bo'lolmaydi. 8-prinsip putunlik prinsipi. Putunlik bilan dallik orasida nozik bir munosabat mavjud. İstihbarat uchuri dal yezilish bilan bir vaqtda cho'qim putunlikka diqqat qilinish kerak. Ya'ni bijpochisi chalaqanmaslik kerak. Kim? Nim maqsad bilan? Qachon? Qandoq? Nima qilyotidi? Qatorliq savollarga javob bera olish kerak. 9-si tarafsizlik prinsipi. Bu prinsip yana ishxonadagilarga, istihbarat analizchilari uchundir. Tarafsizlikni saqlash, baholash va analiz qilishda mustaqil bo'lish bek muhim. Hech qanday tarafga mayil bo'lmaslik, buyruq berish mavqesidagi kishilarning ta'siriga uchramaslik. Diqqat qilish tegishli nuqta. Buyruq berish mavqesidagi, ya'ni o'zingizning boshlig'i. O'zingizning boshlig'i ba'zida sizga ishora qilib, analizda yo'nalishingizni belgilashi mumkin. Uni unutmang. Bevosita ayrıvaşlangan uçurunun işinərlik buluşuğa münasibetlik bo'lg'achqa bu tarafsizlik bek muhim. 10-si izchillik prinsipi. İstihbarat to'xtamay aylanib turadigan choqqa o'xshash harakatda bo'lish kerak. Bir mexanizm. Bu ipini tepib olish turida ustalashdim deb qarab joyida cho'glaydigan choq emas. O'xshash saviyada turib qolish istihbaratning o'limidir. Yer shariviy o'zgarishlar, siyosatning o'zgarishlari, harakat usullaridagi o'zgarish bo'libmi texniki yangiliklar qarshisida bundaq turib qolishga haqqi yo'q. Davomliq o'zini yengilish kerak. Xo'sh, istihbarat to'xtamay aylanib turadigan choq bo'lsa, u holda u qanday aylanadi? Albatta o'ng tarafga aylanadi desanglim bo'ladi, ammo aylanishninki bir kasbiy sakrashlari var. Bunu şunu demekçi.
Yönlendiriş yoki planlash. Bu hareketning başlanış noktası bu. Aylanma hareketinin. Yönlendiriş yoki planlash. Aldı bilen planlaysiz. Qandaq bir istihbarat kerak sizga? Bir maqsadingizni qo'llash kerak buningda. Shuningga ko'ra jasuslaringizni yönlendirsiz. Mana mushundaq mazmundagi narsalarni tepkel degan shaklda. Bo'lmasa farq etkin olmaydi bu hayotning ichidan. Sizga keraklik narsaning nimaligini, hamma narsani yig'ib kelgili olmaydi. Onun uchun planlash ve yönlendirish. Bu başlanış noktası, çağının aylanadigan birinci nokta. Chiqish noktası. Keraklik tarafga, nishonga, sohaga yönlendirish bo'lib, bu tashkilot markazining funksiyasidir. Andın toplash. Bu çağ çöglep gelgen ikinci nokta toplash. Toplash uçur toplash demektir. Toplangan uçur nege vardı? Merkezge. Andın uçur üstüde işlem. Bu kildiğen üçüncü nokta. Çağının ayrılıp kildiğen üçüncü noktası. İşlem. İşlem degenimiz uçurlarının analizi demektir. Seliştiriş, muqimlash jarayonidir. Çünkü kelgan uçurning o'zini ishlatgan olmaydi. O rast uçur bo'lishi mumkin, yolg'on uçur bo'lishi mumkin. Onun uchun bu uçur ishlamga tabi tutiladi. Andın to'rtinchi nuqta nima? Uçurning e'loni. Neşre yoki neşr qilinishi. Bu neşr qilinish degani keraklik kishiga sunilishni ko'rsatadi. Yani armiyada bo'lganda bosh qo'mondonga, ma'muriyatda liderga sunilishidir. Bu chaq, bu yo'sin bir yo'nalishga cho'g'lagan bo'ladi. Buning yana ta'tir yo'nalishda aylanishi mavjud. Bunisi nima? Parvish. Ta'tirga aylanib, nima qildi bu? Parvish. Yani tecrübeler savaklarının akığı tepishi. İstihbaratның dairesi ve məqsidi. İstihbaratның dairesi ve məqsidi degenimizde 3 asası sualga cevap tepiştir. Raqiblarimizning imkon ve kabiliyetleri nimeler? İcra qila oladigan yoki qo'lidan keladigan en xatarlik hareket tarzi başta buluş bilen raqiblarimizning niyetleri nimeler? Muşularning hemmisi bulup bizning imkon ve kabiliyetlerimizning icrasıga ve milli menfaatlarimizga yetishimizga qarata ta'siri nimeler? Yoki qandaq ta'sir ko'rsatadi? Bular umumiy istihbarat uchun bo'lsa, hamda harbiy istihbarat uchun qo'mondonni xabardor qilish, hareket meydanını tasvirlab berish. Hareket meydanı degandiki hareket urush. Nishonni izohlash, muqimlash ve sunish. Hareketlerinin planlanışını ve icrasını desteklesh. Tuyuqsiz meydanga chiqadigan hayronliklarga ve aldamchiliklarga qarshi tadbir elish. Yani qarshi istihbarat. Öz tarafının aldamchilik planlarini desteklesh. Hareketning ta'sirini qimmatga ega qilish qatorliqlarni deyishimiz mumkin. Endi istihbaratning turi ve kategoriyalari. Bu bek jiq tür. Bu adamni zeriktirib etgidek darajada ko'p turi var bunun. Sınıflandırış gerek, endin sınıflar içinde türlerge bölünüş gerek bu. Majda bir iş. İstihbarat hizmetini sınıflandırış, tür ve kategoriyaleştiriş hali qiyin.
Buni çoğ jihatdan sınıflandırış. Andan her bir sınıfni türlerge bölüşke to'g'ri keladi. Jahonning taraqqiyotiga ergishib, kun sari murakkablashib berayotgan bo'lg'achqa, yana turlar qo'shilib turibdi. İşletiş şekli yoki vaqtiga ko'ra bölünüşü tuvandikcha. Sınıf, yani işletiş şekli yoki vaqti. Oldin elish, mudofaa yoki oldin elish degan shu mudofaa-ku. Mudofaa maqsadlik istixborot. Kunlik istixborot, umumiy harbiy istixborot. Bunisi asas istixborot deyiladi. Nishon istixboroti, texnik istixboroti, qarshi istixborot, taxminiy istixborot va kimlik istixboroti qatorliqlarni deyish mumkin. İşletish shakliga va vaqtiga ko'ra istixborot bu. Birinchi, buning endi bir az izohlayli bularni. Birinchisi nima? Oldin elish yoki mudofaa istixboroti. Bu ehtimoli bo'lgan tahdidlarning konkretlashish, ya'ni amaliyotga aylanish yoki maydonga kelish mumkinchiligiga qaratilgan istixborotdir. İkincisi nima? Kunlik istixborot yoki doimiy istixborot. Bu kundilik 12 ay 24 soat daimi maydonga kelayotgan yangiliklardan qo'lga keltirilgan uchurlarni qaror og'uchilarga xabardor qilish uchun uyushtirilgan istixborotdir. Üçüncüsü asas istixborot degandik, bu harbiy istixborot, yani. Devletimizning bexatarligiga ta'siri bo'ladi deb qaralgan boshqa davlatlarning harbiy harakatlari, yo'tkilishleri, harbiy ittifoqlar uyushtirishlari, yangidan jabdulgan harbiy aslahalari, askarlarga elib berilayotgan ideologiyalik chaqiriqlarning mazmuni. Diqqat. Nimaga bu kerak? Bunga topshiriqda javob beringlar. Askarlarga, ya'ni düşman bo'lish ehtimoli bo'lgan davlat o'zining askarlariga elib berayotgan ideologiyalik chaqiriqlarning mazmuni, mashq turlari yoki mashq zishliqidagi o'zgarishlar. Burunda shalang vaqtarligi bilan qilinayotgan mashq agar zishlashgan bo'lsa, bu o'zgarishim demakchi. Qatarlıq işler hakkında toplangan uçurlarını gösterdi. Dördüncü, nişan istihbaratı. Bir nişanның parçalarını, yani barlık keltirgen kısımlarını, nişan rayonunu, türlerini ve yardım asasını tekşiriş ve tasvir qilish bilan birlikte nişanның ojizalıqları, raqiblar uchun ahamiyati, qanchalikligini o'z ichiga olgan uchurlar turidir. Beshinchisi, texnik istixboroti. Texnik istixboroti degan bu ism ikki sinfda, bu sinfda ham yana bir sinfda o'xshash qo'llanilsa-mu, ma'nisi, mazmuni o'xshamaydigan bir tur bo'lib, bu yerda qo'llanilgan texnik istixborot vositaga qaratilgan. Ya'ni texnika vositasi qo'llanib qo'lga keltirilgan istixborot demakdir. Masalan, telefon barliqqa kelgan 19-asrning keyingi yarimidan boshlab telefon istixborot to'plashning bir vositasi bo'lib kelgan bo'lsa, bugun tor ijtimoiy aloqa vositalari, ommaviy to'rbetlar, kasbiy to'rbetlar, organ torbetlari, elektronlik xat, yani el-xat, Uyg'urcha yangi yasalgan ism el-xat. Yanpunning biz ishlatmaydigan, ammo istixborot tashkilotlari foydalanadigan ta'qib qilish, iz qo'g'lash, maxfiy anglashga imkon beradigan alohidliklari mana mush turga kiradi. Texnik istixboroti degan atalg'u yana bir sinfda yoki yana bir turda
qo'lga keltiriladigan mas'uliyat nuqtasidan texnik istixborot. Ya'ni texnika sirlarini o'g'lashga qaratilgan yana birisi. Uni yana deyishimiz mumkin. Altıncısı qarshi istixborot. Qarshi istixborot, ya'ni anti jasusluq, anti razvedka o'rischa. Qarshi istixborot. Buni hammanglar bilib ketdinglar, bu dushman istixborotiga qarshi istixborot. İstixborotga qarshi istixborot. Düşmanning sirini ko'chilash, düşman istixborotini aldash, saxta uchur bilan qo'ldiriltish, düşman jasuslarini bayqash va tutish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 7. Taxminiy istixborot. O'zimiz uchun muhim bo'lgan vositalik yoki bevosita aloqasi bo'lgan voqealar, hodisalar, yangiliklar haqida taxminda bo'lish orqali hozirlangan ma'lumot taxminiy istixborot deyiladi. Kimlik istixboroti. 8. Biometrik, forensik, ya'ni qonun doktorining yozgan doklati degan gap. Bu hujjat va matbuot uchurlarini tadqiq qilib, kishilarning o'z orasidagi yer, voqea, vaqt va materiallar bilan bo'lgan munosabatlarini, hayot shakllarini va potensial tahdid ahvolini analiz qilish orqali ishlab chiqarilgan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Bu bir sinf qit'a istixborot turlari. Endi ikinci yana bir sinf o'lchamlarga ko'ra istixborot. Istixborot o'lchamga ko'ra strategik istixborot, operasional va taktik istixboroti qatorliqlarga bo'linadi. Strategik istixborot boshqarish doirasida yoki idorada qo'llanish uchun hozirlanadigan vazifa, maqsad, nishon, program va manba planlash mavzularida so'riladigan savollarga javob izlaydigan ham mushu yo'sin tashkillik strategiyalarning belgilanishi uchun ishlab chiqiladigan istixborotdir. Operasional istixborot bir-biriga o'xshab ketadigan yoki bir-biri bilan munosabatlik aloyidliklari bo'lgan bir muncha nishonni moslashtirish uchun sarf qilingan xizmatlar natijasida barliqqa keladigan istixborotdir. Taktikalik istixborot qisqa muddatlik va maydonda vazifa o'tayotganlar uchun barliqqa keltiriladi. Ya'ni maydonda vazifa o'tayotgan degan dushman orasidagi jasuslarimizni demakchi. Ashlar uchun, ya'ni qism qo'mondonlari harbiyda bo'lganda qism qo'mondonlari, planlash ofitserlari va ijroat mas'ullari uchun operatsiyalarning planlanishida, urush konsepti va alohida vazifalarni belgilashda destekchi bo'lish uchun hozirlanadigan istixborotdir. Bu yana bir sinf. Endi yana bir sinf sohasiga ko'ra bo'linishi. İstixborot sohalariga ko'ra siyosiy istixborot, harbiy istixborot, biografik istixborot, ya'ni tarjimal istixborot, sotsial istixborot yoki ijtimoiy istixborot, elektronik istixborot, iqtisodiy istixborot, sanoat istixboroti, texnik istixboroti, jug'rofiya istixboroti qatorliqlarga bo'lindi. Birinchisi siyosiy istixborot. Siyosiy istixborot bir davlatning siyosiy qurilmasiga qaratilgan istixborotdir. Siyosiy istixborot chet ellarning ichki siyosati hamda tashqi siyosati, jumladan tashqi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Harbiy istixborot nishon davlatning harbiy kuchini urush qilish qobiliyati va cheklimaliklarini
tirajash kuchini, istixborot qobiliyatini tushunish uchun qo'lga keltirilgan materiallarning, ma'lumotlarning to'plamidir. Sotsial istixborot yoki ijtimoiy istixborot. Bu jamiyat degan gapning bir turilinishi, ijtimoiy, sotsial deganmi shu. Bu bir davlatning sotsial va kultural qurilmasi, ya'ni jamiyatidagi ahvollar. Kültürel qurilmasi, ya'ni o'zida insonlarning rahtiga qaratilgandir. Men rahti bu gap tunji qitim ishlatiladi. Rahti, ya'ni to'qilishi va bundaq. İnsanların rahti deb birnim bo'lmaydi-da. Bu bir metafor şekilde kullanılgan söz bu. Yani o insanların kurulması qandaq. Arqaqları qandaq, uruşları qandaq. Bu rahti degan bunda to'qiladi-ku. Bir sürü jiplar bu tarafga, bir sürü jiplar bu tarafga. Şunundan to'qiladi. Onun birisini arqaq deymiz, birisini urush deymiz. Yani bu raqqa o'xshatilsa, bu insonlar nimalardan to'qilgan? Yoki qandaq jipdan to'qilgan? Jung jipmi, jipak jipmi yoki paxta jipmi? Tushundingmi meningcha buni? Yani her millet kişilerinin öz içinde bir o'xshashligi var. Qiliq hareketleri, mijoz xarakterlarida bir o'xshashlik var. Yani bir davlat yoki yana bir millatning o'z topida o'xshashlik var ve bu ikkisining orasida bir farqlar var. Yani bunun rahti o'xshamaydi, yani millatlarning. Bunun ko'ra demakchi. Yani qurilmasi desek bo'ladi buni. Bu deganlik şu devletdeki insanlar toplumunun cemaati yoki kollektivining asosiy karakteristiksi etnik ve dini qurilmasini, jiltizini, umumiy madaniyat sapasi ve sağlamlık şartlarını, rayonning tarixini, xalqning ishiltilgan tili ve bu tilning rayondagi ta'sirini, bir tilni bir millat ishlatadi. Til degan bir millatga tava narsa. Lekin agar u til ta'siri kuchli bir til bo'lsa, u atrofiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu atrofidagi rayonlarga bu til. Shuni demoqchi. Ishlatadigan tili ve bu tilning rayondagi ta'siri. An'analarini, ko'rinishleri, hadislarni o'qish, tushunish, idrok qilish shaklini, inkaslari bunday ishlar qarta. Bunun Uyg'urlarning inkaslari karamatqo ve qilmishlarini, qisqasi xalqning asosiy kulturel aloyidliklerini tespit qilish orqali harakatga yoki siyosatga qanchalik ta'siri, aloqasi bo'lishini tushunishni maqsad qiladi. Bu turdan mushu istixborot turidan Xitoy hukumatining Palla akademiyasi millatlar tadqiqot o'rnining nima ishlarni qiladiganligi, nima uchun qiladiganligini faraz qila olasizlar. Xitoy Palla akademiyasida millatlar tadqiqot yurti yoki millatlar tadqiqot instituti deydigan bir tarmoq var. Faqatli millatlarni tadqiq qiladi qarindoshlar. Necha yuzlagan olim, Palla akademiyasi degan olimlarning majmuasi degan gap-ku. Bizning Uyg'urlarning akademiyasi bakjiq. U yerda ajoyib olimlar var-da. Amaliyotda akademiya degan olimlar majlisi demakdir. Şunun içindeki bir tarmak milletler tadqiqot instituti. Bunu Beijing'deki merkezi
Pelle Akademisi bu Ürümçi'de yana bir Pelle Akademisi var şöbe onun da mı yana milletler tadqiqat organı var. Bularning nima qildiganligini ma turdim pamit alaysizlar. Nimalarimizni tadqiq qildi ekan ular? Bildinglar deyman. Agar esingizda qolmagan bo'lsanglar, keyiniga yondirib buni qayta anglanglar. Mesharini. Bir xalqning nimalarini tadqiq qiladi ekan dushman. Bunun düşmanning bizni ne kadar asan ve ne kadar erzan oynayalışının sebebini mi? Mana bunundan düşünerleysizler. Çünkü ularning nurgun alimleri bizning üstümüzde tadqiqat elip berip bizni qandaq oyun tuşqi bo'ladiganligi, qanda ojizligimizning borligini siyoset belgichilarga ta'minlaydigan bo'lg'achqa uchurlarni neticini tadqiqatning neticesini ular bizni nayta muvaffaqiyatli o'ynayotdi. Bu ayshunday bir ish. Yana bir tür iqtisodiy istixborot. Nishon davlatning iqtisodiy sistemidagi taraqqiyotlari, ishlab chiqarish, ish kuchi, boj sistemi ve devletning iqtisodiy vaziyati, shundaqla xizmat ve mas'uliyatlarning istimoli, tarqilishi qatorliqlarga qaratilgan istixborotdir. Biografik istixborot degandik, ya'ni tarjimahal istixborot. Bu bir davlatdagi siyosiy, harbiy, diniy, iqtisodiy jihatlarda muayyan ta'sirga ega shaxslar, lider mavqesidagi shaxslar, qo'mondonlar, katta ulumalar, ataqlık baylar ve şunun bilen birlikte terörlük teşkilatlarının başları, teşkillik cinayet guruhlarının başlıkları, yaki moşundaq teşkili kurulmalarda tesiri güçlük boğan, yaki gipi yutuduğan degen gap. Şahslar hakkındaki uçurlarının toplumudur. Tercümalı istihbarat. Coğrafiyilik istihbarat. Coğrafiya bir devletning siyosiy taqdirida bek muhim ahamiyatga ega. Qandaq bir o'ringa joylashganligi u devletning hujumga qulay, mudofiaga qulay bo'lishini. Ya hujumga qulay bo'lishi mumkin yoki mudofiaga qulay bo'lishi mumkin bu joylashgan o'rin. Iqtisodini belgilaydi bu. Tashqi munosabatlarini bütün devlet siyasetini belgilişideki asaslardan biri bo'lganlikdan plan tüzüş, siyaset belgileşte coğrafiyani düşünmey bo'lmaydi. Bunun harbiy istihbaratga alaqadar qismi nishon davlatining yer tuzilishi, baylıklarının tarqilishi, aholining tarqilishi, tog'lari, bog'lari, daryolari, ko'llari qatorliq barliq uçurlarını üzüdü gösterleydiğen xaritalashtirishni o'z ichiga oladi. İlmi ve texniklik istihbarat. Nishon davlatining taraqqiyot saviyasi, urush qilish potensiali qatorliqlarga aloqador ilmiy ve texniklik darajasi, qurollardagi o'zgarishlar qatorliq uchurlardir. Sayber istihbarat. Sayber istihbarat bugünkü dünyada en yeni buluşup qaramay, ünümü yuqori, hasilatları mol, keltireleydigan ziyni mölçerligisiz, hem asan, hem qiyin bo'lgan bir xil istihbarat olup, sayber istihbarat sunniy hamra, yer üstü radar punktlari ve kompüterlarga tayangan hozirgi zamonning en ilg'or vositalarini qo'llanib birlikka keltirilgan istihbaratdir. Sayber istihbaratımı nishon davlatining hayati sirlarini o'g'irlashdan boshqa nishon davlatining iqtisodiy sistemi, harbiy aslahalardagi kompüter sistemi ishlatayotgan yumshoq detallarga buzg'unchilik qilish, hatto butkul davlatning iqtisodini bir uydagi shaxsiy kompüterdan tamamen yimirib tashlashgacha boradigan ishlarni qiladi. Sanoat istihbarati.
yoki sanoat josusluqi. Ko'rinib turganidek taraqqiy qilgan davlatlarning taraqqiyot sirlarini o'g'irlashga qaratilgan. Ilg'or uskunlarning shakli, o'lchamlari, mashinalar hozirgi kunda mikrochiplargacha. Endi istihbaratning vositasiga ko'ra sinflantirilish. Vosita, qo'llanilgan vosita. İstihbarat toplash usullariga qarata shularga bo'lindi. Uchiq manbalik istihbarat, inson istihbarati, signal istihbarati, ko'rinish istihbarati, o'lcham va iz istihbarati, coğrafiyalik o'rin istihbarati. Bulardan ba'zilari o'z ichida yana kichik tarmoqlarga bo'lindi. Uchiq manbalik istihbarat oshkora e'lon qilingan uchurlardir. Yani barlık matbuatlar, dokladlar, bayonotlar, radio, televiziya xabarlari bugungi kunda internet vositasi bilan izlash ko'znikiga ochiqishliq bir so'zni kirgizibla izdisi tepiladigan uchurlarning hammasi uchiq manbalik istihbarat bo'lib, hozirgi zamon istihbarat xizmatida qo'lga keltiriladigan mahsulotning 80%dan yuqori qismi bu usulga tayanmoqda. Nima uchun istihbaratning alohidligi maxfiyat deymizda, uchiq manbalik istihbarat asos o'rinda turadi. Buning nerede maxfiyatlik? Uchiq manbalardagi uchurlar hamma odam uchun erishilishi mumkin bo'ladigan tarafidan ochiqdir. Ammo siz suzib chiqqan, ayri boshlangan, pishiqlab ishlangan uchur yanada maxfiydir. Umumiy odamlar uchun uchiq manbalardan ko'rganlarini umumiy odamlar, butun insoniyat uchiq manbadan ko'rganlarini ko'ribli qo'ydi, anglabli qo'ydi, o'qibli qo'ydi, esi tutmaydi. Uningdagi qimmatli narsalarni ko'rmaydi. Chunki uningda maqsad yo'q. Nimaga nimani ishiltaman, nimaga, nima uchun kerak deydigan bir maqsadlik izlash bo'lmaganligi uchun uning ko'nglida u faqatla o'qib qo'ydi bo'ldi. Qimmatli narsalarni ko'rolmaydi. Qimmati borligini, uning vaznini bilolmaydi. Ammo istihbaratchi bu qum devisidan kipek altınını terib chiqa oladi. Buningdagi sabab istihbarat maqsadidir. Istihbaratchi buni maqsadlik qiladi. Butun dunyo xalqicha odatdagi abkar omma uni o'qishda, uni ko'rishda hech qanday maqsadi yo'q. Maqsadni ko'nglingizga pukib turib, izlagan chig'ingizda ondan maqsadga uyg'un uchurlarni ayirib chiqa olasiz. Maqsadsiz kishilar uchun bu xuddi bir ichpushqidekla ko'rib o'tib ketadigan qimmati yo'q narsalardir. Shunga istihbarat toplashda maqsad bo'lishi shart. Hali istihbaratning chaqi nimadan boshlandi? Aylandiganda plandan boshlandi. Maqsad degan shu'g'i? Shu. Shunga istihbarat toplashda maqsad bo'lishi shart. Nimaga, kimga, nima uchun degandek savollarga javob bera olish kerak. Agar Uyg'urlar bir istihbarat guruhi qurib chiqsa, xili uzun bir qarni ichida faqat ochiq manbalik istihbarat qila chamisi yetadigan bo'lg'achqa bu turda o'zlarini cheniqtirishi foydalidir. Chunki biz bexatar shkaflarda, yerasti uylarda yuz tanıydigan, barmoq izi tanıydigan, ko'z rangi tanıydigan quluplarda saqlanadigan istihbaratga erishadigan darajada saviyamiz yo'q. Shunlashqa biz nimadan ish boshlaymiz?
uçuq mənbəlik istihbaratdan. Şuna kursantlarmı bununğa ən əhmiyyət veriş lazım. Bugün bizning qilalaydiganimiz, agar niyatimizda bir ish qilish bo'lsa, qilalaydigan turimiz uçuq mənbəlik istihbarat. Şuna bununğa diqqət qilish lazım. Uçuq mənbələrni aşağılıqdək kompüter bilimi bo'lganlar, tor qaraqchilarini bilisizlar. Hacker. Bunun Uyg'urchasi tor qaraqchisi. Ba'zi cheklimilik torbetlarga kirsa, düşmanning bank torbetlari, harbiy torbetlari, davlat bexatarlik organlarining torbetlari qatorliq bir sistem ichidagilarga erisha oladigan torbetlarga kiralisa, albatta g'azinaga erishgan bo'ladi. Hatto bir armiyaning qo'lidan kelmaydigan darajada dushmanga zarba bera oladiganligini burunmi deb o'tgandim. Öyde olturupla düşmanning butkul iqtisodiy sistemini yemirib tashlashi mumkin va boshqalar. Qarindoshlar, bu nemishada to'xtatayli, uzrab ketdi yana. Qarindoshlar, men haliqi CIA'da 30 yil ishlagan James Olsonning qarshi istihbarat haqidagi kitabida bir kitap tizimlik tunuşturuptu ekan. Onun deyişçe bir adam eğer qarshi istihbaratga heves qilsa, qarshi istihbaratchi bo'lmoqchi bo'lsa, bu 25 kitap çoqum onun okumasi bo'lmaydigan bir o'qishliqi debdi. Bu deganlik şu 25 kitap bilan molla bo'ladi deganlik emas. Bu bütün kasbiy o'qishlar bitgan bir istihbaratchining ishdan sirt, o'qishdan sirt foydalanish materiali sifatida o'qiydigan 25 kitap. Eng zaruriy. Faqatli qarshi istihbaratda, bütün istihbaratning emas. Faqatli qarshi istihbaratda. Endi hayatı boyunca mı 5 kitap okumaydigan Uyg'urlarga bu bir g'idiqlash olsun deb deyapman buni. Faqat istihbaratda ashqadar jiq turlarni sanab o'tdik. Shuning ichidagi bir tur uchun o'qish kerak bo'lgan foydalanish materiali sifatidagi 25 kitap. Buning tizimligini men YouTube'ning videonun tegiga ve Facebook'ta inkas yazdıgan yerge çaplap koyumen. Tapalıgan qarindoshlar o'qinglar, qanchasini tapalısanlar. Onun içinde David Weiss degan birisining yozgan kitobidan 5 var ekan. 25ning ichidagi 5 kitap bir avtorninki ekan. Bununla men alayda diqqat qilib qoldim. Demek o bu ishning kasb ahlidek turdi. Uninkin tepib o'qinglar. Shundaqla ikki adres qo'yib qo'ydim. Kitap Tordan kitap setib olg'ili bo'ldigan, turkcha biladigan qarindoshlar uchun. Yana boshqa torbetlarmi bor. Odatda men kitap oladigan torbetdan ikkisining adresini qo'yib qo'ydim. Shu yerdan 25 kitapning avtor ismini, u o'xshash yoziladigan bo'lgandiki, avtor ismini kirgizib izlasanglar topiladi. Bavosillam chiqadi o'tirga. Hammanglarni Allohga topshirdim.